Bugun mana shved bazm bo'ladi, xudo xohlasa. Tozalardan olib kelib qo'yganmiz shvedlar obunachilarga. German shved, savay shved, bir dona gibrid, 3 ta simental xunajinimiz bor. Soni 10 dona. 2 oylikdan boshlab 1 yashardan o'tgan 14 oylik bo'lgan bir dona galishdan xunajinimiz bor. Dahshatlardan olib kelib qo'yganmiz. Bugungi video xudo xohlasa bomba bo'ladi. Narxlari ham bomba bo'ladi. O'zinglar bilasizlar, sementallarda tagiga tushib qolgani o'zi xunajini bo'lsa ham $1000 ga topib bo'lmayapti. Sementallarda ham arzon narxda qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shved xunajinlarimiz ham bor. O'zimizni xonadonimizdan bo'ladi. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani, O'rta Shahrixon mahallasidan. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalarimizga, do'st birodarlarimizga, hojatda hojonalarimizga barchasiga salom yo'llaymiz. Bo'lmasam sizlarni ko'p kuttirmasdan videolarimizni boshlayveramiz. Go'zallar dahshatlaridan kelgan. Toza galishdan xunajin ishqibozlarga bir dona galishdan xunajinimiz bor. 2 kurak bo'lgan. Xudo xohlasa buqaga tayyor. Yeb ishtilari, sog'lomligi, oyoq qo'li hamma yo'g'i joyida. Video davomida videoda boshidan aytib o'taylik. Dastavkalari vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Vohalarga ham chiqaraveramiz. Faqat kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Picha tortingda. Mana hamma yo'g'i joyida, yurish-turishlari. Katta narsa. Xudo xohlasa sigir qilib bitta katta oilani sut bilan ta'minlayveradi. Dahshatidan galishdan ishqibozlariga. Toza 100 ga 100 galishdan friz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 22 million so'm. Ozgina xayriga o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Toza savay shved ishqibozlariga mana bir dona yoshiga to'lgan toza savayski shved xunajinimiz. Dahshatidan qochishga tayyor. Uzun narsa, oyoq qo'llari baquvvat, hamma yo'g'i kelgan. Xunajinni qaranglar, buqadan kuchli. Ostilari ham oq yelon, oq tutay mana. Bo'g'oz molga o'xshaydi jonivor. Oyog'idan maza qiladi. Bormi mana shved ishqibozlari? Shved so'raganlar ko'p biz kanalimizda, shuning uchun pastiyani ko'p shved olib kelamiz. Semental shved. Xudo xohlasa hammasi toza, zotga nasldorchiligiga, sut yo'nalishiga, go'sht yo'nalishiga ketaveradi bular. Endi bular sigir qilib olsanglar 10 yil, 15 yil bemalol o'zinglarga boshqa sigir qidirmay qo'yaverasizlar. Dahshatidan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 23 million. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Olib kiravering buni. Bo'zayni ko'ryapsizlar mana jonivor. Ikki dona toza semental ishqibozlariga semental xunajinlarimiz olib kelib qo'yganmiz. Tozalaridan 5 oylik, 6 oylik atrofida bu xunajinlarimiz. Yeb ishtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya. Xudo xohlasa toza xunajinlar mana. Hamma yo'g'i kelgan. Oyog'idan maza qiladi. Bular taydan tushib qolgani o'zi $1000 bo'lyapti xunajini ham. $1000 ga ham topsashinda tozasini qaydash bo'ling, men qilib yetalinglarda. Turishini qaranglar. Novvos ham hijolat buni oldida. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini jupiga narx aytamiz. Agar alohida so'raganlarga alohida narx ham qo'yib beraveramiz. To'liq ma'lumotlarini, masalan, o'zini alohida videolarni so'raganlarga screenshot qilib mana shu bo'zay deydigan bo'lsanglar, alohida videolarni ham tashab beraveramiz. Bo'ylarini o'lchab, boshqa qilib. Narxi jupiga 36 million. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Olib kiraveringlar bularga. Semental. Mana 3-inchisi ham chiqdi. Tozasidan oq tumshuq, oq kiprigidan. Dahshat semental xunajinda oyoq qo'llariga ahamiyat berasizlar. Baquvvat narsa, xudo xohlasa. Toza semental ishqibozlariga mana bir dona udoradan. Bunimiz ham yosh oyliklari 5 oylik.
5 oylik semental xunajin. Shoxlari kuydirilmagan. Endi kimgadir shoxligi yoqadi, kimgadir shoxsiz yoqadi. Buni ham kuydirsa bo'laveradi, ilojisini qilsa, kuydirsa ilojisi bor buni ham. Yeb ishtlari, sog'lomligi, oyoq qo'li hamma yo'g'iga garantiya. Faqat bir dona kasalligiga garantiya beramiz. Yashur bilan dermi torvoq kasalligiga garantiya berilmaydi. Bu narsalar havodan yuqadigan narsalar. Lekin yemasa, ichmasa, oyoq qo'li og'risa, yo'tali bo'lsa, bu joy bizniki. Bir hafta sinab olaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi baland emas. Narxini chiroyli qilib qo'yib beramiz. Ozginagina xayriga o'tib beramiz. Aytilgan narxlar muhim emas har doimgidek. 16 million 500 ming so'm. Ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Olib kiring. Xunajinni dahshatidan so'raganlar mana bir dona semental xunajin. Gibrid ishqibozlariga har doimgidek o'ziga yarasha gibridda ham ishqibozlari bo'ladi. Kimdir sementalga, kimdir shvedga, kimdir chorniy postraga qiziqsa, kimgadir gibrid yoqadi. Bular bilgan biladi, baqqan akalarimiz o'zi juda yaxshi biladi. Kerak bo'lsa sementaldan ham, shveddan ham kuchli chiqadi. Yeb ishlari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Toza gibrid ishqibozlariga buni onasi semental. Endi urib qo'yilgan, buqa qo'yilganmi ustidan xabarimiz yo'q, lekin onasi sementaldan tushgan toza gibrid xunajinimiz. Bunimiz ham 5 oy 6 oy atrofida narxiga keladigan bo'lsa, narxi jab baland emas. Xudo xohlasa hamyonbop, cho'ntaybob, chiroyli narxga chiqarib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Narxi 14 million 500 ming so'm. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana bir dona toza german shved xunajinimiz. Bunga sherik bor. Bitta. U savayskiy sheriga 5 oylik xunajinlar. Yeb ishtlari, sog'lomligi joyida. Bu xunajinimiz 4,5 oy, 4 oydan o'tgan 4,5 oylik. Bitta bir dona savay xunajinimiz bor. Sheriga bunisi 5 oylik. Toza savay xunajin. Ishqibozlarga bir jup qilib ham beraveramiz. Donaga ham narx aytib qo'yamiz, jupiga ham aytaveramiz bularni. Yeb ishtlari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Mana bitta tortingda. Mana toza german ishqibozlari bormi? Shvedni zo'ridan olib kelib qo'yganmiz. Narxiga keladigan bo'lsa, german xunajinimiz, bilasizlar, bular o'zi arzon bo'lmaydi. Bu joyda ham oyoq qo'llariga, kallalariga ahamiyat beraverasizlar. Ko'zlarining yonigacha oq. Toza shved ishqibozlariga narxi 16 million 500 ming so'm. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bu toza savayskiy 5 oylik xunajinimiz. Yeb ishtlari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi 15 million 500 ming so'm. Hamma yo'g'i joyida. Yeb ishtlari, bo'zay turishini qaranglar, jonivorda. Shved ishqibozlari, shvedni dahshatlaridan olib kelganmiz. Olib boringda oldiga. Agar jupini olaman degan akalarimiz bo'lsa, 32 million bo'lar ekan, yakkaga 16,5 million, 15 million 500 ming so'm. Jupini olaman deb qiziqqanlar chiqsa, 31 million xayriga o'tib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Olib kiraveringlar. Yurish-turishlari hamma yo'g'i joyida mana. Bo'zaylar dahshatlarni olib kelganmiz. Jahongir akam ham shetda mana. Obunachilar. Shved bazm mana. Shved bazm deganimizda yoshlarga yetib keldi. Oxirgi xunajinlarimiz, oxirgi bo'zaylarimiz toza german xunajinlar 2 dona. 70 kunlikdan bo'lgan. Yeb ishlar, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Sutdan chiqqan variantidan o'tga kirgan. Bu xunajinni ostini qaranglar, ostini. Bo'g'ozma oldi, yelini ham bunaqa bo'lmaydi. Birinchi tumsasiniki. Dahshatini olib kelib qo'yganmiz. Mana bitta tortingda jupini. Qonigacha tekshirib olaverasizlar. Xudo xohlasa toza german ekosi, hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Ishqibozlari bo'lsa, o'zim noldan sigir qilib olaman degan hojota hojonalarimizga 70 million 80 milliondan sigir olmayman, o'zim noldan sigir qilaman deydi qollar chiqadi-yu. Mashlarni ham o'ziga yarasha to'g'ri mehnati bor, mashaqqati bor. Mehnatini qilsanglar, mashlar ham 70 million 80 millionlik sigir bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi
baland narx qo'ymaymiz, jupiga aytamiz. 28 million 500 ming so'm ozgina kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Olib keling nima qil. Hunajillarga qaranglar, mana. Turishlarni qaranglar, jonivorlarni. Ko'si ham xudo xohlasa bir-biridan go'zal. Oyog'idan maza qiladi. Bularni sigir qilib olsa, hech sut qadarib hech qayerga chiqmaysizlar. Oslarni qaranglar, jonivorni. 28 million 500 ming so'm. Bugungi oxirgi buzaylarimiz shu edi. Xudo xohlasa biz kanalni kuzatib boringlar. Bundan ham zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa chiqaryapmiz ham. Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan like bosib do'stlarga yo'llashib qo'yasizlar. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Zo'rlardan olib kelamizmi Jahongir aka? Ha, xudo xohlasa zo'rlardan kelamiz Ilhomjon.